Qarang, bunaqasi ham bo'laveradimi? Chinxiao meni yaqin do'stim. Tanlov o'z qo'lingda desam xohlamading-a? Shu yergacha kelganing yetadi. Inson tuyg'ulari bilan o'ynashish yaxshi emas. Qo'yib yubor. Noshudlar, juda ham jahldor ekansiz. Endi ikkalangiz birga bu yerdan yo'qolasiz. Men senga allaqachon imkoniyat berib bo'ldim. Ammo o'zing istamading. Bunday dramaga men pul tikishni istamayman. Iltimos meni kechiring. Bunday ifloslardan kechirim so'rashing shart emas. Menda bir yaxshi tanish aktyorim bor. Uni sen bilan tanishtirib qo'yaman. Eshitaman. Chinxao aka, qayerdasiz? Men sizni bobom bilan tanishtirmoqchi edim. Bu ish bitgandan keyin boramiz. Men hozir bandman. Do'stimda bir ko'rinish bor. Qabul qilasanmi? Mayli, albatta. Unda hoziroq o'sha yerga yetib boraman. Qoyil, bir ishni qoyillatib qo'ygandek tutayapsan. O'zingni men kabi ko'rishni istayapsan. Ko'ramiz, buni kim kelib qabul qilib oladi. Kelmay qo'yaversin. Men uni faoliyatiga ta'sir qilishni istamayman. U aktyorni ham vazirlik tomonidan faoliyatini kesib tashlashadi. Uni faoliyatiga ta'sir qilmaydi. Hozir kelayotgan odam Xiaobin. Kim? Kim? Xia Yubing, sen aqlingni yo'qotibsan. Sen haqiqatdan ham bir og'iz gapimga keladi deb o'ylayapsanmi? Xia Yubing san'at olamining rahbari bo'lsa, sen ikkalang kim bo'libsanki, u o'zi shaxsan senga telefon qilib, yana seni oldinga U kelsa. rost aytyapti. O'zi uchun faqat og'izda nomi tilga olinadigan, ammo hech uchrashib bo'lmaydigan odam bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkinmi yoki yo'qmi kelganda bilasan. Agar u kelsa, poyingga bosh qo'yib, seni ota deb chaqiraman. Mendan bir yaxshilik qarzi bor. Uni spektaklga chiqarish muammo emas. Bular bizni yana aldashga urinishyapti. Endi haddingizdan oshib ketdingiz. Ertaga men seni salbiy xabaringni butun Dazhao bo'ylab tarqataman va senga ko'cha kalamush kabi munosabatda bo'lishadi. Sen hayotingda boshqa hech qachon film suratga ola olmaysan. Zhao Chen, biz yaxshiyamki kollejdagi kursdoshlarmiz. Sen bunday qilishing o'ta haddingdan oshish emasmi? Senga aytish yodimdan ko'tarilibdi. Men aslida umuman seni kinoyingga pul tikish niyatim yo'q edi. Xiyoran ham suratga olmaydi. Seni bu yerga ustingdan kulish uchun chaqirgan edik. Sen yaramas. Meni turtishga qanday jur'at etding, ha? Ablah. Zhao Chen. Nima, joningdan to'ydingmi? Xia xonim, Direktor Xia, bu nima qilganingiz? Bu ikki noshud sizni nomingizdan foydalanib, bizni aldamoqchi bo'lishdi. to'g'ri Xia xonim. Ayniqsa mana bu Chinxao degani, u siz bilan qandaydir munosabati borligini aytdi. Agar bu gap ko'chaga chiqsa, sizni obro'yingizga putur yetadi. Yo'q, Xia xonim. Ularni bema'ni gaplarga ishonmang. Barchasi yolg'on. Meziki, senga gapirishga kim ruxsat berdi? Mat. Bunaqa gap yo'q. Men haqiqatdan ham Chinxao akani o'zimga rom qilmoqchiman. Nima? Zhao Chen, senga huquq berildi degani hamma narsa qila olasan degani emas. Piano Entertainment ko'ngil xushliging uchun fon emas. Sen ishdan bo'shatilding. Yo'qol. Zhao, yaxshisi bu yerdan keta qolaylik. Shoshmanglar. Bir masalada kelishib olishimiz kerak. Chinxiao, men allaqachon ishdan bo'shadim. Mendan yana nima istaysan? Ishdan bo'shatilishing bu o'zingning ahmoqliging. Men shunchaki do'stimni haqorat qilganing uchun javob berishingni kutyapman. Ushla. Chinxiao, sen ko'p o'zingdan ketaverma. Ovozingni o'chir. Menga qara. Agar bu yerda bo'lmaganimda nima bo'lish haqida o'ylab ko'rdingmi? Lizxey, biz axir do'stlarmiz. Nima qilsang ham seni qo'llab-quvvatlayman. Lekin menga aytchi, hali ham tomiringda erkak qoni oqyaptimi? Bo'la qol. Savolimga javob ber. Negadir meni bobomni harbiylikdagi holatiga o'xshab ketyapti. Senga yalanishim kerakmi? Yalanayman. Yalanaymi dedim. Mana. Bo'ldi, yetarli. Sizlar ham bu yerdan yo'qoling. Zhao, tur, bu yerdan ketamiz. Ketdik. Endi erkakcha ish bo'ldi. Xavotir olma, o'zim senga yordam beraman. Chinxao, senga juda ham katta rahmat. Voy.
bu yoqqa borishni xohlamayman. Ishonching komilmi? Ey xudoyim, bu axir Linxiao kompaniyasi rahbari Lin Yexue emasmi? Kayfiyatingiz yaxshimi? Albatta yaxshi. U borligi uchunmi? Ha, nima bo'pti? Uyga ketamiz. Iloji yo'q. Jinhao akam men bilan do'kon aylanishga va'da bergan. Bema'nilikni bas qil. Unday dema. Xola, siz meni kichkina oyim bo'lishni istaysizmi? Kichkina emas, ikkinchi bo'ladi. Hoy, bunday gaplarni bas qil. Nima qilibdi? Siz uylanmagansiz. Men turmushga chiqmaganman va qizim bo'lishiga qarshi emasman. Men qarshiman. Beyduning eng go'zal ayollari, ikkalasi ham mashhur. Bir erkakni ikkalasi talashishyaptimi? Direktor Lin, Jinhao aka sizni eringiz emas-ku, siz nega norozi bo'lyapsiz? Men Nima gap? Nimalar deyapsan? Hoziroq yetib boraman. Keyingi safar yana gaplashamiz.